Assalomu alaykum. Cooking Dilfuza kanaliga xush kelibsiz. O'tanlarim har kunlik uyimizdagi menyularni endi olishda boshladim YouTube kanaliga. Agar qiziq bo'lsa, sizga shu video olganim qiziq bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring va like bosishni unutmang. Bugungi uyimizdagi menyumiz mana xuddi shu menyu bo'ldi. Bulyon, bulgur va salat. Oldiga har safar kotlet yo biron nimalar pishirardim. Bugun video olganim sababli sal vaqtim bo'lmadi. Kuzatishda davom eting. Sabzini olaylik. Qizlar, bugungi kunimiz ovqat qilishimiz shunday boshlanadi. Sho'xchacha pasta yana oyog'imiz tagida. Meni dumcham. Bizga sabzi kerak. Sabzi olamiz. Shunaqa har doim shu ahvol tutadi. Yana olamiz, joyiga qo'yamiz. Rosa ham charchab qolaman. Birinchi ishimiz bulyon solib qo'yish bo'ladi. Biz oilaga 4 kishi bo'lsak, kattalardan 4 kishiga 3 litrlik suvdagi bulyon yetadi. Go'shtlarni muzlatib qo'yaman, muzxonaga solib qo'yaman doim. Qaynaydi. Qizlar, eng oson ish bulyon solib qo'yish. Ke jonim, bu yoqqa ke Sadiya. Bulyonga hech qancha vaqt ketmaydi. Juda ham mazali, foydali. Piyoz to'g'rab solib qo'yamiz. Keyin sabzini men qirg'ichdan chiqarib solaman. Bu yaxshi usul. Sabzi yemaydigan bolalar ham sabzini maza qilib, bilmay vitaminlari chiqadi suvga. Maza qilib iste'mol qiladi. Bolaga ko'proq yemaydigan taomlarini shunaqa maydalab berishga harakat qilaman. Hozir mana go'shtimiz qaynaydi, yarim soat qaynaydi. Qaynab bo'lgandan keyin piyoz solamiz. Ungacha masalalarimizni to'g'rab qo'yishimiz kerak. Mana bu qizcha bu orada mana shunday qilib tortmalar tortadi. Ish qilib rosa qiynaydi meni. Video olguncha ham qirg'ichdan chiqarib olamiz sabzini. Ungacha bu qizchachaga ham bir nima solishimiz kerak. Qornichasi och qolsa dod deydi. Jonim! Chancham! Chancham! Kartoshkani ham qirg'ichdan chiqarib solaman qizlar. Faqat hozir emas, kartoshka tez pishadi. Shuning uchun pishishiga bir 20 minut qolganda sovoraman. Qizim hayron, kameraga qarab gapirganimga hayron qarab qo'yapti telefonga. Bulyonga solishimiz uchun bizga lavrov list и murch kerak bo'ladi. Endi qizlar qaynab chiqdi. Endi ustidagi shu ko'pigini olib tashlaymiz. Lavrov list solamiz. 2 dona yetarli. 4-5 ta solaman men. Murchdan sovuramiz. Endi piyoz va sabzini birga sovuraman. Qaynaydi bu. Tovuq go'shti yarim soat qaynash kerak. Keyin bu sabzi bilan piyoz solamiz. Shunda mazali bo'ladi, tez pishadi tovuq go'shti. Mazza kirishi uchun tuz qo'shib yuboraman. Qizlar, bulyonga ozgina paprika sovursalaring ham bo'ladi, yarim choy qoshiqda. Agar rosa ham oppoq bo'lib ketdi desalar, lekin sabzini o'zi rang beradi bulyonga. Hech qanday bulyonga tomat, shunga o'xshash narsalar, pomidor, shunaqa narsalar solmayman. O'zini rangi chiqadi. Sabzini rangi shunaqa chiroyli rang beradi o'zi. Agar rosa ham rangini sal chiroyliroq xohlasalaring, ozgina paprika sovursalaring bo'ladi.
Ha qizim. Bu arada o'g'lim maktabdan keldi. Nasıl geldin? Oldu dersler. Yaxshi. Kir. Kiyimlaringni yechib, taxlab, oyoq kiyimlaringni artib qo'y. Endi qizlar bulgur pishiramiz. Biz uyda bulgur, guruch, keyin grechka ko'p yeyiladi. Nimani yoniga bizda non kam yeyiladi. O'shaning uchun bulyon, suyuq ovqatlar, nima pishirishimdan qat'iy nazar, qo'y ovqatdan tashqari suyuq ovqatlar bo'lganda yoniga garnir bo'ladi. Garnir qilishim kerak, guruch yoki bulgur yoki nima? Grechka qilishim kerak. O'shaning uchun bugun bulgur kuni. Hozir 1 piyola bulgurdan tayyorlayman. 1 piyola bulgur yetadi bizga. Bir xil ortib ham qoladi, o'sha ko'payib ketadi. Qizlar qaranglar. 2 ta piyozni mayda to'g'rab oldim. Bu yerda bolgarni 1dan 4 qismini to'g'rab oldim. Yarimta ham emas, kamgina. Bitta zubchik chesnok to'g'rab oldim. Endi gaz tagini yoqdim. Gihi yog'i ishlataman ko'p. Gihi yog'i tabiiy sariyog'lardan. Qishloqlarda ko'p bo'ladi bu. Qaymoqdan tayyorlashadi. O'shani shu Samiya brendini ishlataman. Shundan bir qoshiq solamiz. Solardim. Endi videoni yaqinlashtirib ko'rsataman. Piyoz solib qovurib olamiz. Qasdan chesnogimizni solamiz. Shunaqa hidi shirin chiqadi, chesnok solinganda. Buni solib bir qovuramiz. Piyozimiz sal tillarang bo'lganda bolgarimizni solamiz. Ketidan bulgurimizni sovoramiz. 1 piyola bulgurni yuvib olib sovolamiz. Tuz solamiz endi. Qizlar mana tuz sovoldim. Tuz solinganini ko'rmabdi. Choy qoshiqda tuz sovoldim. Past olovga qopqog'ini yopib dimlab qo'yamiz. Bulgurimiz qaynab chiqdi. Qopqog'ini yopamiz va past qilib qo'yamiz. O'zi dimlanib pishadi. Endi qizlar muzlatgichga shunaqa brokolini yuvib, kesib, yaxshi quritib olib, keyin muzlatib qo'yaman. Endi buni kichkintoyimga, o'zimizga ham ishlataman. Qaynatib olamiz. Salat tayyorlashim kerak. Brokolini qaynatib olaman. 5 minut qaynaydi, 5 minutda pishadi. Qizlar mana shunday qilib tovuq go'shtini olib, titib olaman. Keyin yana bulyonni ichiga solaman. Bu arada shkaflarni ochib tityapti qizim. Kartoshkani qirg'ochdan chiqarib solamiz. Qaynaydi yana. Qizchamiz bu yerda to'styapti, hammasini chiqaryapti. Bu yerda brokolimiz tayyor bo'ldi mana. Pishdimi yo'qmi ko'raman. Pishgan. Soatga qaraymiz, 5 minut bo'ldi. O'chiramiz. Yaqinlashtirib ko'rsataman bulyonni, ranglarini. Qizlar. Oxirida xohlasalaring ko'kka to'g'ri o'rsalaring bo'ladi. Endi bu yerda bulgurimiz ham pishib qoldi. Bulgurimiz ham pishdi qizlar. Ko'ramiz. Suvlar tortyapti. Kamina qopdi tortishiga. Qizlar, shu yerda men yashil nahot solish esimdan chiqdi. Orada kichkintoyimga ovqat qilishim kerak. Qonichasi och qoldi. Faqangi mayda vermishlicha makaronni qaynataman. Shuni rosa ham yaxshi ko'radi. Shuni qaynatib
tuxum sir qo'shib beraman har safar. Qizlar, makaronimiz qaynab pishgandan keyin yarim choy qoshiqda yeşil sariyog' qo'shib yuboraman. Aralashtirib. Bir dona tuxum ham chaqaman hozir. Bir dona tuxum chaqaman. Tuxumni yaxshilab aralashtirib yuboraman ichida. Tuxumni yaxshi pishirib olaman keyin. Hozir pishadi tuxum. Pishib qoldi. Endi sir qo'shib yuboraman. Shu qimazali ovqatga bo'ladi. Krishkasini yopib qo'yamiz. Aralashib mazza qilib yeb oladi bolajon. Tuz qo'shmayman bolachamni ovqatlariga hali. Endi sal qo'shyapman 1,5 yosh bo'lgani uchun. Hozir qopqog'ini yopib qo'yaman. Kintoy ovqati ham tayyor bo'ldi. Endi salat qilishga o'tamiz. Qizimning ashachasi tayyor. Rosa brokolini yaxshi ko'raman. Meni qizim hozir pishganini ko'rib, salatni o'zimizga tayyorlagandim. Ko'rib ber dedi mana. Majonim, ye. Mana. Majon. Mashallah. Osh bo'lsin qizimga. Brokolini kichkinaligidan yaxshi ko'radi. Shu 6 oyligida kiritgan bo'lsam, mazza qilib yegan qizim. Kiritib borganman. Shunaqa. Ashacha shirinmi? Issiqmasmi qizim? Endi qizimni to'yg'izgunimizcha bu yerda salat tayyorlab olaman. Ungacha akasi qarab turadi, tiqilib qolmasligi uchun, hamma joyga tutib tashlamasligi uchun akasi qarab turadi qizim. Oling, osh bo'lsin. O'ng qo'lda ye qizim. Inshallah qizimda osh bo'lsin. O'zim aqlligim. Yonda turish kerak bu qizchani. Qani olingchi. Chiroyli qilib oling. Olinmayaptimi? Yo'q, bunday qilamiz-da qizim mana. Bunday qilib, ana. Olinadi jonim. Ana. Qizlar, oldindan bolgar to'g'rab oldim. Keyin brokolimiz. Endi brokolini sal kichkinaroq qilib olaman, bunday qilib. To'g'ramayman brokolini, shu kattaligicha turadi. Bodringni shunaqa katta-katta qilib to'g'rab olaman. Endi pomidor to'g'rayman. Pomidorni ham katta qilib to'g'rab olamiz. Shunaqa iceberg karam ishlataman. Juda yaxshi ko'ramiz oilaviy. Hozir yuvib solaman buni ham. Qizlar, shunday qilib katta-katta qilib solib tashlayman bo'lib. Qizlar, ko'k piyoz, kashnich, ukrop, chesnoq to'g'radim. Buni ham solaman. Endi limonli suv sovoraman. Ozgina olivka yog'idan sovoraman ozgina. Ozgina tuz sovorib aralashtiraman. Salatimga shunaqa mozzarella alsafinikini ishlataman. Shuni sovoramiz. Qizlar, endi ovqatlarimiz tayyor. Chiroyli qilib dasturxonga uzatamiz. Qizlar, arqa fonda shovqinlar boshlandi. Dadamiz ishdan keldilar. Qizim kutib turadi. Kichkintoy rosa dadasi bilan o'ynashni yaxshi ko'radi. Shovqinlar boshlanadi. Endi ovqatlarni suzishni boshladim. Ovqatimizni mana suzib oldik. Har doim shunday qilib chiroyli qilib uzatishga harakat qilaman qizlar. Restoranda his qilgandek his qiladilar xo'jayinim o'zlarini. Yigitim deb gapiraman men. Yana nuqmanglar. Yigitim ekan buni deb o'tirmanglar yana.
Xullas, bugungi kunimiz shunday o'tdi. Bugungi menyularimiz Hammasi olyapti, sarg'aydi. Tasha ichiga, tasha. U yoqmayapti. Buni ham olma, Sadiya. Hamma neslini olib ketadi. Bankrotchi qizim-ku. qizlar Kardinkadan keldik. Kerakli narsalarimiz qolmagandi, bozorga qilib oldik. Grechka, bulgur, sen oldim. Yarmasi. Banan har doimgidek yosh bolamiz bor uyda. Lavr yaprog'i har doim menga kerak. Buni oldim. Qora non har doim olamiz. Sog'lom ovqatlanishga 4 yil bo'lgan o'tganimizga. Sosiska anchadan beri olmay qo'ygandik. Detskiy sosiska deb hozir turmush o'rtog'im olibdilar. Qachondan beri olib kelmay turgandilar, lekin gretskiy yogurt, slivichniy gretskiy yogurt oldim. Bu yerda tvorog oldim. Oldin tvorogni qizlar bilasizlarmi, umuman yoqtirmasdim. Hozir faqat tvorog bilan, ko'p retseptlarim tvorog bilan hozir. Keyin bu yerda oregano pripravasini oldim. Priprava juda ko'p ishlataman. Xullas, bu yoqda keyin tortilla lavash xamiri oldim. Bu yerda qaynona oyimlar Samarqandga boribdilar. Samarqand nonidan olib kelibdilar bizga. Qachonlardan beri Samarqand nonini yemagandim. Xullas, shunaqa gaplar. Bugungi kunimiz shunday o'tdi. Hozir hammasini xolodilnikka joylayman. Hammasini joy-joyiga joylab qo'yish kerak. Ikki pachkadan olaman, anchaga yetadi. Kichkintoyimga, o'zimizga. Bulgur so'zini kesib olganman. Shaqqa solib qo'yaman har safar. Mana. Xullas, bugungi kunimiz shunday o'tdi qizlar. Bu yerda mana qizalog'im boshladilar yana titishdi. Qoshiqlarni oladilar. Xullas, kunimiz shunday o'tadi. Hozir mana soat necha bo'ldi? 11 bo'ldi. Hali uyqu yo'q bu qizda. Hozir endi pamperslarni almashtiramiz, yuvintiramiz, uxlatishga harakat qilamiz, lekin 1-2 qilib uxlaydi bu qizcha. Hozir bir mahal uxlatishga o'tganman. 2 mahal uxlasa, 2-2:30 da ham uxlaydi. Bir mahal uxlasa, sal 12:30 gacha boradi. Hozir mana pitirlab yuribdi. Ko'chada bir koleskada yurganda uyqusirab yotdi. Hozir mana uyqulari ochilib ketdi. Chiqib hamma narsa qiladi. Yosh bolasi bor uyda shuda. Hammalaring yaxshi dam olinglar. Vlogim yoqqan bo'lsa like bosinglar, kommentariy yozinglar. Keyingi vloglarimda ham qiziqarli videolar olishga harakat qilaman.